Men sizlarga bugun bir hikoya aytib beraman. Bu hikoyani faqatgina juda eski old PUBG'chilar tushunadi. Xullas, bir paytlar PUBG Mobile'da o'yinchilar ikki turga bo'linardi. Bir tomon Barsaga balet qilardi, bir tomon Realga, bir tomon Messiga, bir tomon esa Ronaldoga. Bir tomon Merce'ga, yani mashina. Ikkinchi tomonda esa odamlar BMWga balet qilardi. Lekin PUBG'da shu aniq ediki, bir tomon lednikka, bir tomon shutga balet qilardi. O'sha davrda kim Messida? Xullas akalar, oldinlari odamlar yoki shutga yoki lednikka balet qilardi. Lekin birinchi faqatgina mifitskiy bo'lgan оружие shut bo'lardi. O'sha davrlarda, ya'ni boshqa оружиялар legendarniy bo'lardi, lekin shut mifitskiy edi. Undan keyin hozir 7-level bo'lsa bo'ldi, любой оружияni anaqa qilib qo'yishdi, nima deydi? Mifitskiy bo'ladigan qilib qo'yishdi. Keyin lednikka anaqalar, pritsellar boshqalar qo'shilgandan keyin shut umuman odamlarni, hozir esa shut umuman odamlarga unut bo'lib ketdi. Jokerni esa bilmay qo'ydi, lekin u comeback qilib qaytdi. Xuya so'ylar. Biz bo'lmasa boshlaymiz. Tez boshlashimiz kerak, chunki UFC bonus pas ketdi, shut keldi, eski kiyimlar keldi, hammasini ochishimiz kerak va obunachimizga tekinga ochib beryapmiz. Demak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ultrafugo yap-yangi ajoyib qiziqarli quvnoq yana bir open case'imizda siz aziz bolachalar shundoqqina qarshilaymiz. Shut menda bor edi do'stlar. Telegram kanalimni kuzatadiganlar juda yaxshi bilishdi. Instagramda, Telegramda men bu narsa haqida e'lon berdim. O'zimda shut bo'lganligi uchun qaysidir podpischikka 24000 UC ga mana shu shutni open case qilaman. 1 daqiqa. Xullas kalom akalar, kecha biz video chiqish kerak edi, lekin muflan ozgina mazasi yo'q edi. Uni ustiga endi Ramazondaman. Ro'zaman. Ro'zadorman. Uyat, ozgina uyalilar iltimos. Keyin boshqa bitta tayyorlangan videoyimiz bor edi, previews tayyor bo'lmadi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Kecha video chiqara olmadik. Keyin kechki payt stream qilamiz deganda ham internet qotdi, ham restream admin bo'ldi. Keyin lobby qilamiz dedik. Unga ham men game log o'chirib yuborgandim, obnovleniya qilib qo'yish uchun. Boshqa programma tortib, boshqa ana shu chunki ikkilandik biz. Shu eski obnovleniyaga kelmasligi mumkin degan gumonimiz bor edi. O'shaning uchun ishimizni risk qilmasdan yangi obnovleniyani tortib qo'ygandik va akalar UFC bonusda ham keldi bu yoqda qani. Ha, bo'ldi. Ha, biz yutib olmadik hali. Ha, xullas. Raz kichikcha 31 UFC servis aloqaga chiqing. Shervat Bey, Raz. Hop, mana shu obunachimizning akkauntiga zudlik bilan 24000 UC olaylik. Bo'ldi. Hozir shu ID'sini ko'rsatib turayin. Akalar, sizlar ham UC'ni shunaqa tezlik bilan olmoqchi bo'lsanglar, faqatgina Ramazon oyida bilasizlar, iftorlik vaqtida 10 daqiqaga, sal kechikib 10 daqiqa, bir kunda 24 soatda 10 daqiqa kechikadigan vaqti bor, chunki iftorlik vaqti, bilasizlar. Undan tashqari любой payt 24 soat любой UC servisdan tezligi bo'yicha tortishadigan darajada bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Albatta sizlarga xizmat qilish uchun tezlikni maksimalniy qilib qo'yganmiz. Keyin bu bizdan uch servislarda masalan baribir donat qiladigan bo'lsanglar, baribir ham oladigan bo'lsanglar, bizdan olsanglar, kontentlarimiz davomiy bo'lishiga yordam beradigan narsa. Like so'ramanman, akalar, like bosib qo'yinglar. Uji tushdimi? Oha. Yo'q, akalar, bizni aldashdi. Uch servis mashina. Yo'q, bu yoqda tushgan diyor. Oha, 24000 hammasi tushibdi. 1 daqiqa, mana bularni olamiz. Mana olamiz. Men ko'rsatyapti. Bak bo'lib qo'ygan. Hozir mana 100 ta olgandan keyin ko'payib ketadi mana. Ko'ryapsizlarmi akalar? 24000 UC deganmiz, lekin bratimizga akalar hozir men bularni ochsang necha UC tushar ekan hali hozir hammasini ochamiz. 30000 bo'ladi deb o'ylayapman, общий 30000 bo'ladi deb o'ylayapman. 30 kerak deb o'ylayapman. Bratni vaqtlar 2400 tushadi. 2400. Bittasi 4800 tutsin, bittasi 2400 tutsin. Roziman. 4800 go. Yaxshi. Ikkinchisiga 3000 tushadi. Ya, 4800 o'zigar. Yana Yaxshi. 30000 UC akalar, tekinga 30000 UC yutib oldilar. Shutlari yo'q ekanmizda, если что, shutlari yo'q, odamlar qatnashsin konkursga degandim. Xayriyat, shut yo'q, odamlar qatnashibdi. Xullas akalar, ko'p gapirmasdan like bosinglar bu videoga, maksimalni bosib tashinglar. Birinchi o'ntaligimizni like bosgan mana shu do'stlar. Videoga kirib boq, hali ko'rmasdan turib like bosadiganlar bor, juda ko'p. Shunaqa odamlar peshanalardan Yubiley, yumpi tushadi. do'stlar, bu orada mana shuncha mifik bor ekan.
Bu arujuna qaytganni. Nechta ro'ja qaytgan? 1 2 3 4 5 ta ro'ja qaytdi akalar. Oha, yetarli bu keys ochish kerak akalar. Menimcha bu keys ochish kerak. Birinchi o'rtalik har doimgidek videoni ko'rmasdan like bosadiganlar uchun. Men bu yozuvlarga xafa bo'lmaysizlar bilan yo'qota olmadim men nimagadir. Endi abnavleniya programmadan tortganim uchun meni kechiringlar. Sizlarni videosini xohlamadim. Shu qanaqa o'zi qo'shilgan. Ikkinchisi obuna bo'lganlar uchun. Obuna bo'lganlarni o'zi boshqa joydan o'pish kerak. Yuzidan masalanda demoqchiman. Obuna bo'lib tashlaylar akalar rostdan bosh. Podpiska bosmaganlar iloyim choyxonaga borib oshda o'tirganinglarda-chi. Yaxshi, bir aylandi lekin. Choyxona yo'qotdi. Qay Abdulaziz. Sudda effekt papadan qo'shilmadi. Kerakmi? Ya, endi uni hozir kommentariy urush bo'lib ketadi. Qaranglar. Agar menga podpiska bosmasanglar, mana choyxonaga oshga boringlar-da, qorninglar prям rosa ochligida osh kech kelsinda, yana kamiga kelganda hammaga yetib, sizlarga qoshiq yetmay qolib, vilkada yeb o'tiringlar oshni iloyim. Yana. Rostdan qarashlarni ko'radi aka. Yoki kichkina qoshiqchada. Yoki kichkina qoshiqchada yeb o'tiringlar. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lish ekan. Komment yozib qo'yinglar. Nimadir berdi mana bitta nimadir chiqdi. Qani motik berdi. Yaxshi, bratimizda motik ham yo'q ekan. Juda sekin-sekin kelyapti. Da, o'sha ochilishi boshlandi. Albatta. Yot, ko'rolma Qani. Yaxshi, Mifitskidan boshladik. Chotki hali chiqarchi ishlatmadik. Yangicha Mifikmi? Hali chiqmagan Mifiku. Ha, yo'q-e. Chiqmagan Mifik ham bormi bu yoqda orasida? Hamchi yangi Mifik bo'lsa kerak. Hop, akalar bir eski davrlarni sog'inib, mana buni yig'amiz. Garant yig'amiz. Birinchi marta ko'rsin deb. Bu Mifik mana tushdimi hozir yoki mana tushdi? Yo'q, ana bu boshqacha ekan bu. Bor edi bu Muzaf. He, atak oldin ham chiqqan. Mana bitta yo'q ekan bu. Ha, yo'q, bor ekan. Shutdi maskasi. Yoki uni pushti, yangicha. Maskasi lekin. Shu maskasining tagidagi tushadi mumkin. Avlakiga chiqaramiz deb uringanimiz deyman. 120 ming UC ketgan lekin shutdi maskasi tushmagan edi. Eski obunachilarimiz eslaydi bu narsani. Eski old obunachilar bormi? Man ismi. Obunachilar dedi. Sen BMS bor akalar gapirsan, BMS bor akalar aytsan bir. Ha, Muzaffar ham BMlarni olib, jigar, tabriklaymiz. Kim gapiryapti, eshitilmayapti menga. Yaxshi, daroja chiqdi. Davay. Yaxshi. Bu Mifitskini bilganlar biladi akalar, juda old Mifitskidan birinchi sezon. Yaqin chunki. Fazan ovozi yo'q menda. Fazan ovozi yo'q, qanday yo'q? Menda yo'q-da. O'chirib qo'yganlar jigar, mayli. Xudo bor. Ha, Fazan nima gap? Voy. Bo'ldi. Qayt. Mana shuni yo'qotaman sen shuni. Yo'q, qanaqadir programmadan endi tortdim-da, yangi obnovleniyami, chunki qilish kerak. Chunki. Ya, BMW uchun mana BMW uchun. BMWsi borlar uchun. Ya, bu ana qilish bekor o'tkazordingiz. O'yinga PUBG keladi, bitta propos bilan. O'yinga PUBG ga BMW keladi, o'shanda ham konkurs qilamiz, xudo xolisa. Telegramda bo'ladi bu konkursimiz. O'shanda yutib oladiganlar uchun. Davay PUBG. Mana yutganlar uchun. Yaxshi. Bitta chiqdim deb, keysdan olmay chiqib ketib, keyin bitta boshdan kirib, bitta o'ntalik. Aytdim, Muzaf taktikasini qilish kerak, har doim ishlar, undan keyin ishlash kerak hozir. Qani, Muzafda ham yaxshi taktika. Mayli, mashina ham ishlasin, Muzaf o't. Davay, shutni ber bizga. Bizga shutni ber. Saqlanib qo'yma. Orujasini ber. Saqlanib qo'yma. Shutni orujasini ber. Yaxshi, skovurotga berdi, yomon emas. Ishonaga endi yaxshi. Endi ikkita narsa chiqdi. Anaqa yomon emas. Dada, ochildi. Akkaunt bir ochilib oldi. Yana shu taktikani qilamiz akalar. Menga yoqdi bu taktika. Kirib chiqib yana bosamiz. Pastda garantli yig'ilyapti akalar. Oxirroqda ochamiz. Intriga bo'lsin deb ushlab turibmiz buni. Hali nechta yozuvlar vashida turibdi hozir. Mana endi bir safarga kechiringlar akalar bu yozuvlar. Eski obnovleniyalar ham ketdi shut, lekin bilmasdik, kelmay qolganda nima qilardi masalan? Video kech chiqishiga to'g'ri kelardi yoki nimadir bo'lishiga to'g'ri kelardi. O'shaning uchun akalar, bu orada yaqinda Dachani videosi chiqadi. Dachada biz Counter Strike o'ynaganmiz, shart bajarishdan va 5 ga 5 streamerlar hammamiz. Chiqadi mana shu 2-3 kun ichida chiqishi. Graza tushdi. Yaxshi, birinchi orojamiz ham tushdi. Graza tushdi. Dachaga pech o'tiribmiz. Ya endi vlog videosi chiqadi. Xudo xolasa, hali videolar ko'p. Oldinda biblioteka o'ynagan videomiz bor, shartdan
Undan tashqari arkada bor, komanda bilan. Arkadani juda ko'pchilik yaxshi ko'rishadi. Oldingi videodagi prosmotr bir 700 mingga yaqin bo'lgan edi arkadada. Davay! Nimadir Shu ber. yaqin. Yaxshi. Yani bitta og'iz aylanadi. Hatto yana bitta taktika qilaylik, akalar. Taktika qilaylik. Qanaqa desangiz, propust bilan 3 ta bittalik, 2 ta 10 talik ochaylik. 1 2 2 3 propust o'zi bilan. 1 2 davay. Uchinchisi. No, mayli, to'xta. Yana mana. Tatvini qo'ring. Alding. PUBG'ni aldab. PUBG'ni aldab, ha. Aldab qilamiz-da. Aldab. Ochamiz. Deng, to'g'riroq bo'ladi. Ha, ochamiz-da, keyin Yo'q, bermayapti akana nimagadir. Muzaffar. Bu orada men bitta narsaga ko'zim tushgan. nima boshqa mifiklarni bosing-da, Abdulaziz aka ustiga. To'xtangda, men bitta nimadir ko'rgandek bo'ldim. Mana nima? Ha, yangi Royal Passga hozirdan. Mifik Forge'ga kirib ko'ring-chi. Ano 50% nimadir tanlasa bo'ladi 3 ta. Shunaqa narsa. Nima? Случайный skidga bosing. O'rtadagisini tanlang. 30%. Ya'ni 10 ta tangalardan 7 ta tangalik qilib beradi-da. Mana shundan ham bitta nimadir aytdi-da, qo'lini ko'tarib keladiganini olsak bo'ladimi aka deb. Qaysi edi u? Sardor aka. Sardor Tarjinam. Mana shu bo'lsa kerak qo'lni ko'tarib keladigan. Ha, mana shuni ochib qo'yaylik, birolar. Yaxshi esimga tushib, yaxshi anaqa degan edi esimga. Bu harflarga ko'rinib turibdi. Oo, yo'q. Qanaqa qilib yo'qotadi buni Sardor aka? Nima? Voy, Sardor aka rahmat. Bir mazza qilib ko'raylik. Taza tez o'p peshanalaridan. Yana ikkita. Yaxshi. Anaqa eski shans qaytib qopti lekin Mythic Wars 3 ikkitadan anaqalar kristalli tushishni boshlab qopti. Mana cerebrolar endi mazza. Ya akalar hozir bir daqiqa. Yetadi, 7 bo'ldi. Nechta 9 ta bo'lish kerak edi. 7 ha, mana bu yerdan bitta olsak bo'ladi. 7 ta. Yo'q, 12 ta edi, 12 ta edi, 30%, 12 ta edi, da ko'rdim-da. Men hozir mana yetdi deysizlar, mana endi yetadi. Bitta beraman. Mana ham beraman. U popga ham oldi yana. Mana men 9 ta ko'rdinglarmi? Men ko'zim bilasizlar-ku, bir gutuk ko'z deyishadi mana. 70% eskitga tushganda ancha arzon bo'ladi. Ogam 30% tushirib qo'ydilar. Omadni qarang, o'zi bitta bor. Lekin shuna bosib yubordilar, O'rtaga bosing deyishdi bo'lmasa. O'rtada arzonroq tushadimi shunda, nima? 50%. Yo'q. Siz o'rtada balki 10% tushadi, qatdan bilasizlar. O'rta yoki o'ng tomon yaxshi. Men uchtasini ham ochsa bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim-da men. Sultani. Kechiringlar. Men 50% uchtasi ham ochiladi deb o'yladim-da. Shu tushirish kerak akalar endi. Hozir 70% tushirganda men qahramon bo'lardim, to'g'rimi? Abdulaziz aka eshitmadi. Ha, eshitaman. Sal javob mana shunda shu. Davay, shut. Ishonay aka. Davay, shut. Kacho ko'p ketgan aka, agar tushdi. Tushmaydi. To'xtang, skinni alishtiring. Skinni mana boshqa skin qo'ying. Shut qo'yaylik, ya shut. Maskani tagidagi skinni bitta qo'yingchi, yangicha skin aka. Bu yangicha emas bu. Mana bunisi. Oldin bo'lganmi? Bitta ochdik, qani. Ha, bu rishvat qo'lolmanda. Bu akkauntda yangi skin ekan akalar. Bu akkauntda davomimiz. Uzr. Yaxshi, lekin Yaxshi holisi. Davay, PUBG. Ozgina shag'al va nasibim bo'lsa, uy remont qilib olamiz. Ani ko'p deyapti-da, shu sariq narsasing ko'p deb ani bermayapti, kibrlik bor. Oshlash kerak, garant oshlash kerak. Ochaylikmi? Bo'lsa qilib ishlaylik o'zi. Ay, shut tushadi. Shut berdim men. Ikkita material, mayli. Chiqish kerakmi deyman-a? Effekt popadaniyasini ko'raylik, yangi effekt pop. Oha. Effekt popadaniya. Nima berdi shut? Shut berdi. Yana tushadi, yana ikkita tushadi. Yana ikkita tushsa lekin Muzaffar rostdan shoxovni saqlayib qo'yma. Mana shu Abdulaziz ham bosdi shotdi. Nima qilay? Bosdi shu. Material beryapti. Men buni bersam bo'pti. Kraska beradi. Kraska. Men buni beradi hozir. Men buni Abdulazizga beradi rostdan. Yaxshi. Akalar donatorlik levellari vashshe bo'lib ketdi, akalar, bilmadim. Bo'ldi, endi shu tushdi, endi tushmasa bilmadim. Shu kiyimini bersa, endi kiyimi qoldi, o'zi biratga tushirmaganimiz, davay. PUBG ber. Ikkita mifitski tushdi, yomon emas-da, lekin shutni ber, maskasini ber. PUBG Mobile ber. Ramazon kunlarida, ro'za Ramazon oylarida PUBG
Abjah xafa qilsang lekin ro'zini qabul qilmaydi. Biz Tavba qildim degan iflos. Mol kalla. Lekin Abdulaziz sizga ham omad esga o'tdi. Faqat to'pni tushib beryapti. O'ziga tashlab olasiz. Ha, yaxshi eslatding. 3 4 5 Cho'ta Olti. umida bu taktika olmayapti aka. Cho'ta bosh taktika. o'ntalik. Ochib ko'raylik. Endi taktikalar nima? Maskasi kuchli, maskasi. Qani? Mana. Yaxshi. O'zi full yubbi. Hani Abdulaziz ketguncha bir to'pi. Uzr. Hop, U boshqa joy quyosh so'radi. chiqdi. Yuzingizni so'radi. Ha, nima, peshonamdan o'padi deb o'ylayman-da, kechiring. Quyosh chiqib O, ketdi. maskasi tushadi, maskasi tushdi. Davay. Bilmadim. Akalar, Maskasi hech qachon tushmasi kerak. kommentariyaga sizlarga nima tushdi? Bilaman, 10 yuziga bo'lsa ham ochib ko'rgansizlar. Yozib ketinglar. Cerebro tushgan bo'lsa ham yozib ketinglar, mayli. Yomon lakkerlar bor-ku. Yo'q. Ha, 10 yuziga tushib tashlashadi lekin. 60 yuzi, 30 yuziga shu tushirib qo'yishadimi, kiyimini tushirib qo'yishadimi? Yozinglar, Omadli lekin realni insonlar. tushgan narsani yozinglar. Nima faqat har narsa tushsa qahramon bo'lmaysizlar. Mana bunaqa narsa tushdimi, bunaqa narsa O, tushdimi. ikkita garantiya. Hozir mana tugatib qo'ydik. Endi oxirida ochamiz-da. Intidagi oxirigacha o'taylik. Nima bu? Ha, birimiz bor odamlar eshitasiz. Endi o'qi. Ya endi Xuddi buni oshni oxirida go'sht Uy. yegandek bo'ladi. da. Oxirida Yaxshi. Mastamadi. Doy nima Ya'ni deb sho'rlar, berdi? sho'rlarni go'shtini olib qo'y. Mana. Voy, Yana go'sht. bitta. Yaxshi. Jack. Tuta Hamma arujani Jack. oldik pashti menimcha. Adashmasam. Ya nimadir yo'qolib ketdimi arujalardan? Yumpini Qolib oldik, ketdi. Qo'yib beradilar endi. DPni oldik, shutni oldik Yani ikkitasini. Hammasi garaja ham olindi dashi. Graza, DP, ya 4 ta olamiz, yani bitta qolib To'rtta olindi. ketdi. Yumpi yubileyni oldik. Grazani hammasini oldik, hammasini To'g'ri, oldik. to'g'ri. Hali To'rtkani ham 5 oldik. yuz akalar 100 yuz ko'paygan. Hali biz boy ekanmiz. Lesno elf tush bersa bitta Lesno elf legendarniy. EVL tushadi hozir, go. Ay billah. Mana shu joyda bitta shutni o'zini Nefitskisi tushsa bor-ku, bizdan baxtli inson yo'q-da. Ya, biratda maxli inson bo'lmaydi. Ha, endi biz obunachimiz akalar. Yana bitta graza tushdi. Graza Yomon tushdi. emas, yomon emas. Nima Mana kerak? hozir kimdir shubha qilayotganda graza tushganiga. Davay, PUBG. Davay. Shutda maskasi tushsa ham bo'ldi. Nega maska yopishib oldinglar? Brat, PUBG. men Ber. sezonmanda maska yoqadi bu bratga. Ha, yo'q. O'zdagi kulgu maska Jamalov akam kaska. Uzr. Sani boshingda kaska. Nima deyapsan, jaska? Jaska. Davay. Men bu Garant kes oshsa tushsa ham zo'r bo'lardi bu. Garant Ha, shoshilmaylar. oshga- Nima garant bu? oshga Nima kes- hozirgi yoshda oshga besabr. Olagan narsa sarlaysiz. U Bam! Burnini berdi. To'pmi? To'pmi? iPhone'mi? Voy, iPhone. Go, go, Mana shu go. narsa U tushsa- mashinadan tanlasa Mana shunga bo'ladi. 100 marta Davay, bitta bosing. tushsin, davay. Bitta kimdir Xohlagan o'chirib narsalarni ol. Zapsi ham o'chirib. Qoladi, Udalib qoladi 100 marta bosinchi. Iftor bo'lib qoladi-ku. Ya bo'pti, nech ko'pgina bosingda tushadi mana shu keyin tushadi. Ha, hozir o'yindan o'tvoradi bor. O'zi hali ana nima deydi? Nogiron обновлениеda turgan bo'lsa o'zi. Ana kitob Harflarni zo'rg'a yo'qotdi o'zi. Shunaqa siz bosib tashladingiz. Yaxshi. Ko'rasizmi? Bosingda shunaqa bosib tashlang eshikdan ustiga yonasidan. Ishga sindirib oling. Mushu qani mushu yetgancha chaqiring. Keldimi shu? Keyingi videoda ko'rsatmoqchi edim. Iflos. Ha, aka, Olib zalga keling. chiqarib, semirib ketdi. Kitob keling bitta. Bars Barsik. yotdi. Qayerdadir yuribdi uyda. Ba. Yangi uyda maza qilyapti. Boshqacha mushu bo'lib qoldi bor. Aqlli mushu bo'lib qoldi. Kulturniy. O'zini anaqa hisobla zot oliylari. Menimcha Men oxirgi o'zini hissasiga ham o'ylab chiqmasa sanma. kerak. No lekin mayli, ochaylik mayli. Mana shu oxirida chiqardida deb. Bo'g'li avloddaman san. Sen mushugini oldingizda. Oxirgi hissasiga chiqish ehtimoli bormikin? Oxirgisiga shaq etib chiqsa bilmadim endi. Aka, hamma openga siz Yana bor qiroli aka. bo'lasiz. Uzr. Bo'ldi. Oxirisi tushdi. Tushmasa ham tushdi. Keyin garantlarni ochamiz akalar. Shu yerda bo'lib turinglar. Apalarni tutsa ham zo'r bo'lardi lekin.
Tushadi, paplan tushadi. Hop. Garant o'sha Qarang, qiz emas. Endi sovuq. bu yog'i, endi bu Nima yog'i. tushishini aytaylik-da, DP Ha. tushadi, DP. Menga graza tushadi deb o'ylayman, graza. Hozir men. Menga mana shu tushadi deb o'ylayapman. Ko'rdinglarmi? Hozir endi Skarl tushadi endi. Chunki Skarlga mana. Skarlga ham effekt papadanga Kraska, qo'shilibdi. 20 ta kraska tushadi. DP. Men buni bilmagandim Ikkita lekin. material, ikkita material. Davay. 20 ta kraska. 10 ta kraska. Hisobda daysizmi Muzaffar aka? Ha, kraskalik. qilar. Niya, oha. Niyat ele ketdi. Shut yaxshi edi lekin. shut DP effekt tushadi, papadanga. DP. 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 Yaxshi ikkita material berdi. Yomon emas, Hech yomon kimni emas. xayoliga Juda kelmagan cho'tki. narsalar tushdi. Juda cho'tki. Hop, akamiz endi bo'ldi endi, letnik davri o'tdi akamiz. Hop, biz sizga nimalar beramiz bilasizmi? Birinchi sezonni Mifittisini, undan keyin shutni mana bu anaqasini beramiz va shutni full qilib berdi. Ya, letniklar necha ekan? 3 ekan. Lennik kilchat qilib, shutda ham kilchat qilsangiz bo'ladi hozir. Letniklarni kilchat qilib yuboraylik, ha? Tamam, letniklarni kilchat qilaylik. Effekt papadani qilsa ham. Lekin buni ham to'r qilishga yetar ekanda, varu shutni. Shutni ham letnikni ham to'r qilganlari yaxshimikin 5 xil effekt papadani nechida anon shutda? 5 ta. 5 qiling, 5 qiling. Shut yetmaydi. Shutga yetmas ekan, ha? Mini material yo'qmi? Men hozir kirsam effekt papadanasi yo'q-ku. Bo'lishi kerak. Mini materiallar Eski bo'lganigami? Pashti ikkita. Eshityapsizlar? Yo'q, endi gapim. Anaqa nima effekt papadani yo'q-ku, eski sezonligigami menda eski abdan. Da. Voyman, qotdi. Qachon abdan chiqsa bo'lmaydimi? Abitdan keyin. Voy. Iltimos qiling, jigarim. Bu yoqdan ham olib bo'lmas ekan. Hop. PUBG deb turib ko'raychi. Ya, xullas, qo'llarga shut qo'yaylik-da. Aka o'zlari tanlasinlar bo'lmasa, mana letniklarni lekin to'r qilib qo'ydik. Yana kamiga 10 ta material, pashti 11 ta materialimiz ortib qoldi. Xohlasalar buni kirib, shutni to'r qilib olishlari mumkin. O'zlarining xohlasalar letniklari bor ekan, letnikni 5 qilib, 6 ga ham ozgina harakat. 6 ga ham qilsalar bo'ladi-da. Ozgina ana ikkita kichkina material qayerdandir topsalar, 6-level qilib olsalar ham bo'ladi. Ya'ni o'zlarining xohishlariga qo'yib beramiz bu yoqni. Populyarliklarni lekin o'zlarining xohishlariga qo'yib bera olmaymiz. Anaqa Endi tashlaylik, endi shuncha ochdik, to'g'rimi? Anchadan beri populyarlik anaqa nima deydi, o'g'irlamayapti. Ha, siz nima? nima deb o'ylaysiz? Lennik nima, Barsami, Realmi qaysi biri deb o'ylaysan? O'zi ayting, bitta ayting, hech qilmaydi sizni. Ya, unaqa narsalar qila olmayman. Barsa shutda. Barsachiligimni hamma biladi. Endi hozir hatto ashuni ham aytsam ba'zi birlar bor-da, bilasanmi? Ana mamlaqa deydiganlar bor-da. Ultra men sizni hurmat qilardim, bo'ldi endi afisga. Xuddi men Barsa bo'lsam, qanaqadir juda yomon inson bo'lib qolaman-da. Xuddi Realda Sancho. Realni shunaqalar bor. Sizdan kutmagandim deb qo'yishadi. Xuddi san Endi badanga kuting. degandayda, akalar, u Barsa Realligi uning aloqasi yo'q. O'zingizlarning qarindosh urug'inglar, uyladagilar ham masalan ikkita komandaga balet qiladiganlar. Ada siz Barsasiz deb. Endi men sizni ada demayman. Xuddi shunaqa, rostdan uni o'ylab qarasa, Barsa Realga qarab turib balet qilish. Bilmadim. Hala Madrid deb ko'chada nima paydo qiladi? Asiyu, hala Madrid. Ko'chada Lekin mana akam bilan dadam Realga balet qilishadi-da, men Barsaga balet qilaman. Mana shu Real 300 kun uyiga borib bilmadim. Hala Madrid deb ko'chada nima paydo qiladi? Asiyu, hala Madrid. Ko'chada Lekin mana akam bilan dadam Realga balet qilishadi-da, men Barsaga balet qilaman. Mana shu Real 300 kun uyiga borgim kelmaydi. Ana kelaman. Bas ko'rsting. Barsa ham o'zbekcha o'rgatib arisi oxiri. Voh. Hop. Zalga chiqarib kerak emaslar bunga. Menga o'xshab qoldi. Yomon sirim bo'lib qolganda. Endi ahvolga tushib O'zi anaqasi parodiyasi shunaqa-da bu. qani kim Anaqa shirab yo'q bu. anaqami? Etib kiygan mushukka o'xshaydi, ko'rdinglarmi? Ha, rostdan. Ha, o'zi parodiyasi shunaqa. Xullas, akalar, ko'rib Parodiya. turganinglardek, akalar. Ha, bu men bilmadim xullas. Gapim voy, nima bilan. Ha, bo'ldi, ketdi. Xullas, akalar,
oldin faza bilan bitta video qilgan edik, challenge bir-birimiz bilan, lekin prosmotr nimagadir bo'lmadi. Biz bunaqa motivatsiyamizni o'ldirmaylik akalar. Videoni oxirida offlayn ekranga chiqarishni bilasanmi? Mana hozir ekranga bitta video chiqadi. Shu videoni ko'rib tashlanglar, oxirigacha ko'rib